Koreyaga kelishga qancha xarajat ketadi? Hammani qiziqtirgan savol. Bugun Koreyaga student vizam bilan kelgan umumiy qancha xarajat ketishini qisqacha hisoblab berishga harakat qilaman. Agar siz Koreya universitetlariga o'zingiz mustaqil dokument topshiradigan bo'lsangiz, unda hujjat tarjimalari hamda Koreyaga pochta qilish xizmati o'rtacha $100 atrofida bo'ladi. Bundan tashqari, siz topshirgan universitetga qabul bo'limi uchun ham to'lovlar mavjud, ya'ni application fee. Bu universitet turiga qarab o'rtacha $40 dan $150 gacha bo'lishi mumkin. Aytgancha, talabalarning eng katta xarajati bu kontrakt to'lovi hisoblanadi. O'rtacha xususiy universitetlarning kontrakti $2,500 dan $5,000 gacha bo'lsa, davlat universitetlarining kontrakti esa 2 barobar arzonroq, ya'ni bir semestr uchun $1,500 dan $2,500 gacha bo'ladi. Bundan tashqari, siz universitetga qabul qilinganingizdan so'ng banshot uchun $80 va elchixona uchun $100 xarajat qilasiz. Bilet narxi o'rtacha $400-500. Koreyaga kelganingizda o'zingiz bilan olib keladigan rasxodlar uchun $600 dan $1000 gacha pul olsangiz, bemalol kvartira hamda bir oylik yashash xarajatlaringizga yetib ortadi. Endi bo'lsa kommentariyaga Koreyaga kelish uchun umumiy qancha xarajat ketishini taxminan yozib qoldiring. Aytgancha, Koreya universitetlari hamda Koreyada oliy ta'lim haqida ko'proq ma'lumot uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying.